Qayerdansiz o'zingiz aka? Ben Jizzaxdan. Qayerda ishlaysiz? Qadaman, o'qituvchi. Mashina bormidi sizda? Yo'q, mashinam yo'q. Spark mashinasi nasib qildi sizga. Muborak bo'lsin. Ha, ona. Acha shu uyni qaytlash mana shu yaxshi o'yin ekan. Omadli bo'lsin hammaga. Yaxshi niyatda qatnash, ezgu niyatda qatnashsa albatta Xudo xohlasa omadini beradi. Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli Milliy Show kanali obunachilari. Men Jizzax viloyati Yangiobod tumani Chakan qishlog'idan keldim. Milliy Show kanali to'g'risida o'tgan yili eshitganman. Shuning uchun kanalga obuna bo'ldim. Yil davomida kuzatib bordim. Haqiqatda qizimni bir dugonasi Gulistondan yutgan ekan Cobalt mashinasini. Shu taklif qoldi. Shu bilet oling siz ham deb. Shuning uchun 19-turda, 20-turda 2 marta bilet oldim, ammo yutuq nasib qilmadi. Lekin ishonchim qolgani yo'q. Shuning uchun ham 27-turda omadimni bir sinab ko'ray deb bilet oldim. Bu 3-biletim edi. Mana yutuq nasib qildi, Xudo xolasa. Alloh mana shu obunachilardan bergan puldan rozi bo'lsin. Tashkilotchilarga esa kelajakda tag'in mana shu ishlariga rivoj, mana shu yutuqlarni, xursandchiliklarni oilalariga tarqatishdan charchamanglar. Milliy Show zo'r.